Bir yoshli farzandingiz bormi? Ovqatga injiqlik qilyaptimi? Unda mana shu videoni oxirigacha ko'ring. Biza bioimmuno jamoamiz bilan ayni shunaqa bolalarga foydali bo'lgan maxsus set tayyorladik. Ushbu setimiz bolalarning ishtahasini ochib va to'g'ri ovqatlanishni shakllantirishga yordam beradi. Bitta uyda boqilgan quyon go'shtidan o'zimiz so'ygan quyon chuchvaralarimiz va o'zimiz tayyorlaganmiz. Bundan keyin mesniy mol go'shtidan nonsiz bo'lgan kotletalarimiz. Bundan keyin tovuq go'shtidan, ya'ni domashniy tovuq go'shtidan tayyorlangan tovuq kotletasi. Bundan keyin esa daryo balig'i, albatta nonsiz bu ham. Undan keyin domashniy yana quyon go'shtidan kotletamiz. Bu ham quyon ko'rinishida, bolalarga yedirish uchun oson, qulay bo'ladi. Va bu yerda yosh bolalar sevib iste'mol qiladigan mashhur bo'lgan KFC'larimizdan, ya'ni uy tovuqidan tayyorlangan. Bundan tashqari bizada nonushtamiz uchun, arpa kashasi uchun arma butun yormasi va ichki yogurti ham beriladi. Bu setimizning narxi esa 160 ming so'm. Sizlarga ayni shunaqa setlar qiziq bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Nima deb o'ylaysizlar? Keyingi safar necha yoshli bolaga shunaqa set qilsak bo'ladi?